Bitta menga shunaqa tuyuladimi yoki deyarli barcha yomon ishlar hozir oddiy holda bo'lib qoldi. Va siz buni gapirib chiqsangiz yoki savollar berishni boshlasangiz, ular emas. Nimagadir siz g'alati, radikal yoki qoloqroq fikrlaydigan odam bo'lib qolasiz. Benikoh sevishib yurishlar zinoga emas, nikohga tayyorgarlik. Ichib chakishlar irodasizlik yoki jirkanch odatlar emas, balki kurto'ylik yoki ozod va mustaqil ayollik belgisi bo'lib qoldi. Qimor jamiyatni qulatuvchi illat emas, ko'p pul topishga qisqa yo'l. Uyatsizliklar va fahsh ko'zzinosi emas, balki zamonaviylik bo'lib qoldi. Agar o'zingizga diningizdan kelib chiqib ma'lum bir chegara qo'ysangiz yoki nimadir qilishdan bosh tortsangiz, siz dinga chuqur kirib ketib qolgan bo'lasiz. Va alam qiladigani, sizga bu pechatni qo'yadigan odamlar ham musulmonlar. Agar bunaqa jamiyatda o'zingizni yo'qotib qo'yishni xohlamasangiz, qo'yga o'xshab hamma qilayotgan ishni qilmang. O'zi sal qo'pol chiqdi. Atrofingizda hamma taslim bo'lgan bo'lsa, hamma shunaqa-yu deb odamlarning orasida boshqacha yoki g'alati ko'rinishdan qo'rqib, sekin-sekin qadriyatini, dinini chekkaga surib qo'yayotgan bo'lsa, siz ham shunaqa qilishingiz kerak degani emas. Birodar, sizga bu noqulaylik tug'diradimi, ustingizdan kulishadimi yoki qaloq deb masxara qilishadimi farqi yo'q. Qadriyatlaringizni mahkam ushing. Men ham buni orqasidan har doim juda ko'p hayt olaman va bu hozir normal holat. Birodar, biz hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tasvirlagan zamonda yashayapmiz. Shunaqa zamon keladiki, dinini mahkam ushab sabr qilgan odam qo'lida yonayotgan cho'g'ni ushab turgan kishiga o'xshaydi. Bu meni gapim emas, Rasulullohning gaplari sollallohu alayhi vasallam. Eng muhimi, o'zingiz bilan xolis bo'ling, xolis yashang, boshqalarga namuna bo'ling. Atrofingizdagilarga diniga tupurib qo'ymagan odam qanaqa bo'lish kerakligini o'zingiz namunangizda ko'rsatib bering va bundan uyalmang. Barakallohu fikum.